Assalomu alaykum hammaga. Bugungi suhbatimizda jamiyat, madaniyat va qadriyatlar haqida gaplashamiz. Bugungi kunda bu juda dolzarb mavzu. Ha, to'g'ri. Misol uchun oddiy qilib aytganda, jamiyat bu faqat odamlar yig'indisi emas, balki bu tizim hisoblanadi. Bunda odamlar o'zaro birgalikda munosabatlari, aloqalari va madaniyatlari uyg'unlashgan kishilik jamoasi hisoblanadi. Ha, to'g'ri. Eng qizig'i, tarixdagi o'zgarishlar jamiyatni o'zgarishiga ham olib keladi. Masalan, eski o'zgarishlar esa hozirgi yangi o'zgarishlar uchun joy bo'shatadi. Ha, aynan shu joyi muhim. Odamlar jamiyatda nimani muhim deb bilishi shu qadriyat sanaladi. Bu jamiyatdagi yo'nalishni belgilab beradi. Yana bir muhim tushuncha bor. Bu sivilizatsiya. Sivilizatsiya bu jamiyatning rivojlangan shakli bo'lib, bunda texnologiya, shuningdek, shu insonlarning o'zaro munosabatlari va davlat tizimi birgalikda rivojlangan bosqich hisoblanadi. Va madaniyat bu yerda katta o'rin tutadi. Madaniyat degani bu san'at yoki bir boshqa narsa emas, balki bu xalqning hayotidir hisoblanadi. To'g'ri, yana madaniyat ikki turga bo'linadi. Bu milliy va umuminsoniy. Milliy bu o'z jamiyatining qadriyatdagi umuminsoniy qadriyatlariga kelib chiqadi va umumiy bu umumiy madaniyat hisoblanadi. Masalan, halollik yoki adolat bu hamma joyda qadrlanadi, lekin til, an'analar va urf-odatlar bu milliy tizimlar hisoblanadi. Yana qiziq bir turi madaniyat bir-birini boyitadi. Ya'ni yopiq emas, balki bir-birini ochadi ham. Ba'zi bir insonlar madaniyatni majburan sindirishga harakat qiladi, lekin bu sun'iy yo'l bo'lib qoladi. Madaniyat tabiiy yo'ldan kelib chiqadi. To'g'ri, endilikda mustaqillik davriga qaytadigan bo'lsak, madaniyat va qadriyatlarga alohida e'tibor qaratildi va ular yangi bosqichga ko'tarildi. Ha, bayramlar yana tiklandi, tillarga e'tibor qaratildi va tarixlar yana qaytadan o'rganish boshladi. Eng muhim jihati kelajak avlodning madaniyati bilan shug'ullanish kerak va kelajak aynan bugungi yoshlar bilan bog'liq. Shu sababli ta'lim-tarbiya doimiy birinchi o'ringa ko'tarildi. Chunki agar yoshlar yaxshi ta'lim-tarbiya olishsa, jamiyat ham yana ham yaxshiroq darajada rivojlanadi. Xulosa qilib aytganda, bu jamiyat o'zgarib turadigan tizim bo'lib, madaniyat, qadriyat va insoniylik tizimini anglatadi. Har bir inson bu jamiyatning bir qismidir. Agar avval biz o'zimizni rivojlantirsak, keyin ham jamiyat rivojlanadi. Bu juda yaxshi fikr bo'ldi. Hammaga rahmat. Keyingi suhbatlarda ko'rishguncha